Oqqo'rg'onliklar, eshitmadim demanglar. Endi Bo'kaga borib, vaqtlarini ketkazib, un, yog' va shakar mahsulotini xarid qilishlar shart emas. Shu mahsulotlarni optim narxda sotadigan Labay Market o'zini 12-filialini Oqqo'rg'onda ochdi. Labay Marketga barcha unlar Qozog'istondan vagonlar birinchi qo'l bo'lib yetib keladi. Agar siz ro'zg'orga ham arzon, ham sifatli un tanlashda qiynaladigan bo'lsangiz, sizga ham zo'r va salomat unlarni tavsiya qilaman. Sababi pishiradigan narsangiz juda ham mazali chiqadi. Oranglarda shakarni yaxshi ko'radiganlar bo'lsa, endi shakarni qoplab olib ketsanglar ham bo'ladi. Sababi Labay Marketdagi shakarning narxi 1 kilosi atiga 10 ming so'm ekan. Do'konda paxta yog'i va pista yog'ini ham, bundan tashqari ro'zg'orda kerak bo'ladigan boshqa mahsulotlarni ham arzon narxda Labay Marketdan topsanglar bo'ladi. Oqqo'rg'onda novvoychilik qiladigan akalarimizni hamkorlikka chaqiramiz. Labay Market do'koniga kelsanglar, novvoychilikka kerak bo'ladigan barcha narsalarni, quruq sut, kunjut, margarin, tuz, dro'ja, hattoki nonni o'rashga kerak bo'ladigan paketlarni ham topsanglar bo'ladi. Yana bitta zo'r tarafi, agar siz 5 qopdan ko'p un oladigan bo'lsangiz, Oqqo'rg'on bo'yicha yetkazib berish xizmati mutlaqo bepul ekan. Hozir sizlarga mana bu paxta yog'i yoki bo'lmasam pista yog'ini bepulga olib ketish yo'lini o'rgataman. Labay Marketning barcha filiallarida mana bunaqa ajoyib kuponlar bor. Agar siz Labay Marketga 9 marotaba kelib mahsulot xarid qilsangiz, 10-sida kelganingizda mana bu yog' yoki bunisi sizga bonus tariqasida bepulga taqdim etiladi. Oqqo'rg'onliklar Labay Marketni qayerda joylashganini yaxshilab tushuntirib beraman. Bu yo'l bilan Oqqo'rg'onning sentriga chiqib ketsanglar bo'ladi. Bu yo'l esa Bo'kaga chiqib ketadigan yo'l. Sirdaryoga ketish yo'lida aynan mana bu Pajarnining yonginasida joylashgan. Bu videoni esa Oqqo'rg'onda turadigan qarindoshlaringizga, yaqinlaringizga, do'stlaringizga yuborib qo'ying. Foydali bo'ladi.